Instagram, Facebook veya TikTok işletken barliq qarindoshlar o'zining bu gunohi jariyaga tushib qolishidan qattiq saqlanishi kerak. Haqiqiy sadoqat, haqiqiy vafo texi tunumugan, texi aniq bo'lmagan yo'ldoshini o'ylab harakat qilishdir. Lekin biz ijtimoiy aloqa vositasidan iborat bu mavhum dunyoga sal qarab ba'zi xatoliklarni sodir qilyapmiz. Facebook, Instagram ve o'xshash ijtimoiy tarqatuvchi vositalar bugungi kunimizda hayotimizning ayrılmaz bir parchasiga aylandi. Hammamiz ishlatamiz, bolalarimiz ishlatadi. Uning ichida ba'zi harom ko'rinishlar, fitna fasodlar bo'lsa-mu, uni butunlay harom deb undan voz kecholmaydigan bir holatga yetib keldi. Chunki uning ichida ana shunday harom ko'rinishlar va fitna fasodlar bo'lsa-mu, bizning hayotimizga qulaylik olib keladigan nurg'ulg'an taraflari va ba'zi bir foydali taraflari bor. Amaliyotda real dunyoda halol harom va yaxshi yomon ishlar bo'lganda, ijtimoiy tarqatuvchi vositalarda yaxshi yomon va halol harom ishlar bor. Biz bu real dunyodagi fitna fasod va harom ishlarni da bu hayotning keynimizga öydün talağa çıkmay olturmaganda bu mevhum dünyadan ijtimoiy tarqatuvchi vositalardan uningdagi haromlarni, fitna fasodlarni uni taqib etib, undan butunlay voz kechmaymiz. Chunki bu masalani hal qilinmaydi. Biz real dunyodan keynimizga chekinib, öydün talağa chiqmay oltirib, bu hayotni yaxshilayolmagandek, isloh qilolmagandek, bu mevhum dunyodan chekinib turibmi, uni yaxshilayolmaymiz, islomlashtira olmaymiz. Lekin biz ijtimoiy aloqa vositalaridan iborat bu mevhum dunyoga sal qarab ba'zi xatoliklarni sodir qilyapmiz. Esimizda bo'lishi kerakki, Allohni biz olamlarning Robbi deb tunaymiz. U Alloh mevhum olamlarning Robbi. U Allohning qonuni, hukmi bu dunyoda qanday kuchga ega bo'lsa, ijtimoiy aloqa vositalarida shunday kuchga ega. Biz bu dunyodagi qilmishimizni qanday hisob bersak, u ijtimoiy aloqa vositalarida qilgan har bir so'zimizdan, bergan yuraklarimizdan, o'rtoqlashgan mazmunlarimizdan hammasidan Allohga hisob beramiz. Bu real dunyoda bizga ba'zi ishlar harom qilingandek, u mavhum dunyo bo'lgan ijtimoiy aloqa vositalarida, Facebookda, Instagramda bizga ba'zi bir ishlar harom qilingan. Shundaqla ba'zi ishlardan biz cheklangan. Chunki bu real dunyoda shaytonning bizni ozdirgan tuzoqlari, yo'llari bo'lgandek, bu ijtimoiy aloqa vositalarida, ya'ni Facebookda, Instagramda diqqat qilmasak bizni ozdirgan shaytonning tuzoqlari, qadamlari bor. Shuning uchun o'zimizni musulmon o'lgandan keyin Allohga hisob beraman deydi ekanmiz. Biz bu ijtimoiy tarqatuvchi vositalarda Allohdan qo'rqishimiz kerak va ba'zi ishlarga diqqat qilishimiz kerak. Undaqda ijtimoiy aloqa vositalarida biz nimalarga diqqat qilamiz? Birinchidan, ijtimoiy aloqa vositalarida biz gunohi jariyadan saqlanamiz. Ko'pinchimiz sadaqa jariya, yaxshilik jariyasini anglagan bo'lishimiz mumkin. Ammo gunohi jariyani ko'pinchimiz anglamagan bo'lishimiz mumkin. Fan texnikaning taraqqiy qilishi bizning hayotimizga qulayliklarni olib kelib qolmay, savob ishlashdimi nurg'ulg'an qulayliklarni olib kelyotdi, gunoh ishlashdimi nurg'ulg'an qulayliklarni olib kelyotdi. Masalan, hozir ko'pinchimiz bilmaydigan va sal qarayotgan eng chong gunohi jariyalarning birisi bo'lsa, hozir Facebook bo'lsin, Instagram bo'lsin, harom ko'rinishlar, uchiq rasmlar oldimizga avtomatik chiqib qoladi. Bu vaqtda biz uni ko'rsak, hozirgi aqliy iqtidor orqali biz ko'rgan u harom ko'rinishni bizning do'stligimizdagi bir qancha odamning oldiga avtomatik chiqarib beradi. Agar u odam bizning do'stligimizda bo'lganligi tufayli, biz ko'rganligimiz tufayli u haromni ko'rsa, o'zimiz gunohkor bo'ladi. Shundaqla biz ko'rganligimiz uchun, biz sababli uning ko'rishiga sabab bo'lganligimiz uchun yana gunohkor bo'lamiz. U ko'rganlik uchun uning do'stligidagi bir qancha odamning oldiga avtomatik chiqarib beradi. Uning do'stligidagi bir qancha odam ko'radi. Uning gunohimi bizga bo'ladi. Demak, hozir Instagram, Facebooklarda biz bir harom ko'rinishni ko'rsak, yolg'iz o'zimizdan gunoh qilgan bo'lmaymiz. O'zimizning do'stligidagi bir qancha odamni gunohga shirik qilgan bo'lamiz. Uning do'stligidagi bir qancha odamni gunohga shirik qilgan bo'lamiz. Ularning gunohlarining hammasida bizning nasibimiz bo'ladi. Demak, o'zimiz his qilmay nurg'ulg'an gunohlarga sabab bo'lamiz. Agar biz u harom ko'rinishlarni ko'rish bilan birga yurak bergan bo'lsak, tarqatgan bo'lsak, texmi ko'p odamning oldiga chiqildi, texmi ko'p odamning gunohiga shirik bo'lamiz. Bu xil holatga kelsa, qiyomat kuni nurg'ulg'an gunohlarning na'din kelganligini bilmay qolishimiz mumkin. U bo'lsa, dal mana shundaq biz bilmagan va sal qolgan ishlar sababli bo'ladi. Shuning uchun TikTok va Instagram va Facebookdagi oldimizga chiqqan u harom ko'rinishlarni asla bosmayli, ko'mayli, yurak bermayli. Aksicha, biz oldimizga chiqqan yaxshi mazmunlarga yurak bersak, uni tarqatsak, uni ko'rsak, u bizning do'stligimizdagi odamlarning oldiga chiqadi, ya'ni ko'rinishiga oson bo'ladi. Ya'ni yaxshilikni ko'rish bizning yaxshiligimizning ko'payishiga sabab bo'lsa, yomon narsalarni ko'rish bizning yomonligimizning ko'payishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunimizda Instagram, Facebook va TikTok ishlatgan barliq qarindoshlar o'zining bu gunohi jariyaga tushib qolishidan qattiq saqlanishi kerak. Chunki bu vaqt siz haromni ko'rgan bo'lmaysiz, haromni tarqatgan bo'lasiz. Alloh taolo Qur'on Karimda innallazina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya val akhirah. Mu'minlarning orasida fahishini, yomon ishlarni, yomon rasmlarni, yomon videolarni, ya'ni uchiq bo'lgan shahvoniy rasmlarni, bundaq narsalarni taqitishni yaxshi ko'radigan kishilar bo'lsa, lahum azabun alimun fid dunya. Ular dunyoda muddatlik azob bo'ladi va oxiratda muddatlik azob bo'ladi deydi. Ya'ni bu xil kishilarning azobi dunyo va oxiratda bo'ladi.
İkinciden, yani ictimai aloqa vositalarida biz diqqat qilish tegishli ishlarning ikkinchisi bo'lsa, ijtimoiy aloqa vositalari bo'lsa, uchuq bir dunyo. Bu real dunyodan uchuqroq bir bo'lgan dunyo. Alloh taolo bu dunyoda ayollarni asrash, ularni himoya qilish uchun ba'zi bir belgilamalarni qo'yganga o'xshash bu mavhum dunyoda, Facebookda, Instagramda xonim qizlarimizga, singillarimizga ba'zi bir belgilamalarni qo'ygan. Real dunyoda ayollarga hijob farz qilingandek, bu mavhum dunyoda ijtimoiy aloqa vositalarida, ya'ni Facebook, Instagramda hijob, ya'ni erlarning o'zini tatish, erlarning o'zini yepish farz qilingan. Ayollarning ijtimoiy aloqa vositalaridagi hijob bo'lsa, o'zining bosh surati va yoki mazmun yo'llaydigan o'rinlarga o'zining rasmini qo'yishdan cheklanishi. Butun kishilar, erlar, hamma odam ko'radigan yerga o'zining rasmini qo'ysa, bu ayol kishi hijoblanmagan bo'ladi. Chunki ayollar, qizlar nayt nazuk, tuhmat qilishga orolli turadi. Mushundaq nazuk bir inson o'zining go'zal rasmlarini bosh suratiga va yoki postlariga chiqarsa, bu kishilarni fitnaga tashlaydi. Shundaqla ayollarning ba'zi bir tuhmat qilishiga sabab bo'ladi. Chunki u rasmni hamma odam ko'radi, tushirib xolagancha o'zgartiradi. Shundaqla u chiqargan rasmdan qalbida maraz bor ba'zi kishilar har xil tomaga tushib qolishi mumkin, erlar uning xat yozishi mumkin. Alloh taolo Qur'on Karimda fala tahda'na bil qawli fayatma'allazi fi qalbihi marad deydi. Ya'ni ayollar gap qilganda nazokat bilan gap qilmasin, nazlanib gap qilmasin. Agar bundaq gap qilsa, fayatma'allazi fi qalbihi marad. Qalbida kasal bor kishilar u ayollardan gumonlanib qoladi, tamoq qilib qoladi, yomon g'arazlarda bo'lib qoladi deydi. Bu hukm ijtimoiy taraqqiy vositalar bo'lgan Instagram, Facebook'larda kuchga ega. Nurg'ulg'an singillarimiz buning hukmini, buning xato ekanligini, buning harom ekanligini bilmasligi mumkin. Bugundan tortib shunga diqqat qilingki, sizning chiqargan u rasmingiz qalbida maraz bor kishilarni fitnaga solishi, tomog'iga sap qo'yishi, sizga xat yozishiga sabab bo'lishi mumkin. Garchi ularning qilgani xato bo'lsa-mu, siz o'zingizga tegishli bo'lgan bu tor dunyosidagi hijobingizni cho'qim lozim tuting. Ya'ni o'zingizning rasmini mail story, hikoya bo'lsin, va yoki basurat bo'lsin, va yoki post qismi bo'lsin, asla chiqarishdan saqlaning. Ota-onalar qizlaringlarga o'zining rasmining Instagram va yoki boshqa ijtimoiy aloqa vositalariga, ya'ni butun kishilar ko'radigan bu urug'lar qo'shim to'g'ri emasligini ularga yetkazing. Erlar ayollarga yetkazing. Agar siz to'y qilmagan bir hamshira bo'lsangiz, shunga diqqat qilingki, haqiqiy sadoqat, haqiqiy vafo texi tunilmagan, texi aniq bo'lmagan yo'ldishini o'ylab harakat qilishdir. Ya'ni agar men to'y qilgan u yigit mening rasmimning to'g'ri uchib yurishini xohlamay qolsa, deb bunga diqqat qilib harakat qilish haqiqiy bir qizdagi pokizlik va sadoqatdir. Real dunyoda shaytonning tuzoqlari ko'p bo'lganga o'xshash, bu internet dunyosida texmi ko'p. Masalan, shayton sizni tunji qitimda ozdurmaydi. Qadam-qadam ozduradi. Biz buni amaliyotdan ko'ryapmiz. Ba'zi qizlarimiz o'zining Instagram va yoki boshqa ijtimoiy aloqa vositalariga dastlabida qo'lni chiqaradi, undan keyin putni chiqaradi, undan keyin keyinni chiqaradi, undan keyin yuzni chiqaradi. Tadrijiy mushundaq taraqqiy qilib, oxirida hijobini tashlab yotgan nurg'ulg'an qizlarni ko'rdik. Shuning uchun shaytonning tuzuqiga dasmay desangiz, yaxshi mazmun bo'lsa uni ko'rang, yo'llang, o'zingizga munosabatlik hech qanday rasmni chiqarmang. Bu sizning dunyoningiz uchun, ya'ni kelgusi turmushingiz uchun va oxiratingiz uchun yaxshi. Uchinchisi, ijtimoiy aloqa vositalari, ya'ni Facebook, Instagram, WhatsApp bo'lsin, bizni ishlatib ketishni saqlashimiz kerak. Ularni biz ishlatishimiz kerak. Biz foydalanishimiz kerakki, hargizmi bizdan foydalanib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Qanday qilgan vaqtda biz foydalanamiz, ahamiyatsiz narsalarni ko'rishdan vaqtimizni zayo qilmaganda, faqat biz undan foydalangan vaqtida biz undan foydalangan bo'lamiz. Aksincha, ahamiyatsiz uchurlarni ko'rib, soatlab biz telefon qarab vaqtimizni zayo qilsak, biz undan foydalangan emas, u narsalar bizdan foydalangan bo'ladi. Turkiyada o'rtacha hisob bilan bir odam kunda 7 soat telefon qaraydi ekan. Ba'zi kishilar 8 soat qarashi mumkin. O'ylab baqing. Agar siz bir kunda 24 soat vaqtingizning ichidan 8 soatni telefon qarashdan o'tkazgan bo'lsangiz, Alloh taolo sizga 60 yil umr bergan bo'lsa, u 60 yil ichidan 20 yilni telefon qarab o'tkazgan bo'lasiz. Bu nima degan ichinishlar? Alloh taolo bundan hisob olmasmi?